Namangan xalqi serfarzand xalq, bilasizlar. Shuning uchun to'ylar ham Namanganda ko'p bo'ladi. Deyarli har kuni ham to'y bor. Agarda siz ham yaqiningizda yoki o'zingizni to'yingiz bo'layotgan bo'lsa, klassik oyoq kiyim qidirib yurgan bo'lsangiz yoki biror bir tanishingiz klassik oyoq kiyim qidirib yurgan bo'lsa, ushbu videoni albatta unga yuborib qo'ying, chunki manfaatli bo'ladi. Qaranglar, klassik oyoq kiyimdan katta assortiment bor bizning do'konimizda. Bunaqa keng assortimentda klassik tuflini uncha joydan topish qiyin. Umuman bunaqa katta assortimentdagi oyoq kiyimni Namanganda topish qiyin. Albatta bemalol kelib o'zingizga yoqqan modelni tanlash imkoniyati juda ham ko'p bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Siniy, qora, mana bunaqa pechatli, pechatsiz har xil kojinli tuflilarni razmerlardan ham vibr ko'p. 39 dan 44 gacha bo'ladi razmerlari. Bundan tashqari Xitoy fabrichnik klassik tuflilarimiz ham bor. Uni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Sahifamizda ham videolari joylangan. Mana buni qaranglar turishini. Modellarni qaranglar. Mana shu tomon ponni klassik tufli bo'ladi. Bu yoqlarda ham klassik tuflilardan assortimentlar yetarli. Sizlar bemalol o'zingizlarni custom shiminglar bilan ham kiyib ko'rib, bu tomonda joyimiz bor. Kiyib ko'rib, moslab olib ketsanglar bo'ladi. Hammanglarni do'konimizda kutamiz. Yaxshi kunlar, to'ylar albatta ko'payarsin. Salomat bo'linglar.